Yangi labo nima qildingiz? Montalarga kezib keldik-da. Nimalar o'zgardi? Shu ramadan sunni ikkitalar. Ramadan sunni bo'ldi. Sunni bo'ldi bular. Polni yangilandi. Poltagi, ha? Ha, polni yangilandi. Bortlar o'zida qoldi. Bort o'ziniki o'zida qoldi. Mana silindrni qo'ydirdingiz. Divayni silindrli qildik. Necha pulga berdi? $1000 ketdi-da. U qancha muddatda? 2 hafta uzoq. 2 haftada. Necha pul ketdi? $1000 ketdi. $1000 ketdi. Ishlatmadingizlar, lekin to'g'ri kelsa. Tunikani vosita, gazni vosita hech qanday. Xo'p, Jasurbek keldi, labo mashinasiga shunaqa qilgan ekan. Biz tunikalarni qo'yib berdik, yangilik qilib mana bu setkadan ham qo'yib berdik. O'yinimizda qatnashyapti, $100 pulimizni orasiga solib, aralashtirib olyapmiz. Bizga birinchi bo'lib ontiladigan keldi. Shunga rosa istab turuvdim. Mana shu ustasi bo'lsa videoda ko'rsa aloqaga chiqsa, hamkorlik qilamiz. Xo'p, raqam aytsangiz, sanab beramiz. 27-35. Qaysi tomondan sanab beraylik? Tepasi sanab. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ta. Keyingisi 35. 28 29 30 31 32 33 34 35. Pul bo'lsa yaxshi bilan ko'rishaylik. 6-oyda rahmat sizlarga. Hop. Kelaverasizlar, qolamiz.